Yine Xorazmning Xivasidamiz. Arda Xivada osh pishyapti. 9 tonnalik qozonda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingizni tanishtirsangiz. Men Shovotdanman, Kamolon bo'laman men. Aha. Osh haqida qisqacha ma'lumotingiz bo'lsa berib bersangiz. Shovotdan keldim. Adım Kamoldan. Kamolaga degan ne bo'laman. Palov doğrusunda men o'zim qiziqarli ma'lumotlar netganman. Yozganman. Yo'lbars bolalar degan kitoblarimni chiqarganman. Qarang qiziq. Bular palov haqida yozganlar ekan, osh haqida. Qisqacha ma'lumot. Shu bu palov asli palov bu Xorazmda pishgan bu. Birinchi umuman palovni dunyoga kelishini o'zim Xorazmda pishgan palov. Buni men tarixiy nelerden görsem nimalar taniqli nelerde o'qib ko'raman da. Bu palov dedi Aleksandr Makedonskiy davrida kelgan deyishadi. Yana bir nerede yana bir qanday bir nere yo'q. Ularni men ne qilmayman, qabul qilmayman. Bu palov bizda pishgan, Xorazmda pishgan. Çünkü tarixda ma'lum 1221-yilda Jaloliddin Manguberdi bobomizning birinchi g'alabasi Velyan qalasida deb tarixda yozilib ketgan, aytib ketgan. Shahobiddin Nasabiy bobomiz yozib ketgan uni. Shunda birinchi g'alabani Velyan qalasida nishonlagan. Velyan qalasi hozir bizning Shovot tumanidagi o'ta qadimiy, muqaddas qadimiy Velyan qalasi var. O'ta qadimiy qala. U avvaldan bor u. Velyan qalasi qadimiy yer. Ana shu yerda Jaloliddin Manguberdi bobomiz birinchi g'alabasini shu Velyan qalasida qilgan. Shu Jaloliddin Manguberdi bobomiz ko'radi. Og'ir mashaqqatli jangda ko'p askarlari kun peshini olgan vaqtda, peshin mahali askar yigitlari holdan toyib, madorsizlikdan shularni ko'radi. Ko'pchiligi shunda nobud bo'lganini ko'radi. Shunda bu bayram dasturxonini tayyorlab turgan g'alaba qildi-da bu yerda birinchi g'alabasini. Shu g'alaba bayram dasturxonini turgan vaqtda oshpaz, povur hamma pazandalarni chaqiradi, buyuradi. Shunday taom tayyorlanglar. Buni yegan askar yigitlarim ertalab yegan ovqatlangan ovqati bilan kechgacha baquvvat yursin, berdam bo'lsin deb. Shunda jangga chidavor bo'lsin deydi. Baquvvat yursinlar, berdam tetkizsinlar deydi. Bugungi holdan qarang, juda ham qiziq ma'lumotlar bo'lyapti. Buni hech ortda qoldirmasdan tinglashga harakat qilamiz. Endi shunda oshpazlar turli ovqatlar pishirib keladilar. U Xorazm shohku bobomiz. Jaloliddin Manguberdi bobomiz sarkarda-ku. Shunda to'yli degan oshpaz bobomiz. To'yli degan oshpaz bobomiz shunday taom tayyorlab keladi. Shu taom sarkarda bobomizga ma'qul tushadi. U aytadi, "Bu taomni qanday tayyorlading? Bu menga ma'qul bo'ldi" deganda to'yli oshpaz aytadi, "Sarkardam" deydi. "Men bunda guruch masalliqlari solib, pes olovda dema qo'yib pishirdim" deydi. Bayram dasturxoniga yoyilgan pes olovdagi pishirilgan taom bu palov edi. Bizning davrimizga palov bo'lib qolgan shu odam. Ana shu. Ana shunda endi bizlar bayram dasturxoniga yig'ilgan Xorazm xalqi askarlari aholisi shunday ularning uylari, xonadonlari urush sababli buzilgani uchun ularning yonlarında, dasturxonlarında qosh shaklida ota bobomiz yog'ochdan o'yib ishlagan, qosh shaklida o'yib ishlagan qosh o'yiqlari yo'q edi. Ya'ni qoshiqlari yo'q edi. Yana biz hozirgi ishlatadigan qoshiqimizni asli nomi qosh o'yiq. Ana qoshiqlar haqida ham, qoshiqlarimiz haqida ham qisqacha ma'lumot. Misol bizda taxta qoshiqlarimiz bor edi oldinlari. Ana shundan ularning yonlarında, qo'llarida, dasturxonlarida qosh o'yiqlari, ya'ni qoshiqlari yo'q bo'lgani uchun palovni ular qo'lda yedilar. Birinchi palov pishganda ham palov qo'lda yeyilgan. Shuning uchun hozir ham meni ko'p yurtdoshlarimiz O'zbekni hozir ham Xorazmlilarni dasturxonida, O'zbekistonliklarning dasturxonida oltin, tilla, kumush qoshiqlari bo'lsa ham surib qo'yib palovni qo'lda yeydilar. Qo'lda yeydilar. Ana momolarimiz, bobolarimiz palovni ehtiromlab, momolarimiz palovni yog'ini
kızlarını kaşlarına sürtkenler. Özlerini kaşlarına. Mana oshni tagidagi, yana tagidagi, palovni tagidagi yog'ni ham bir katta qisasi borga uni qoshlarimizga surtamiz ekan. Mamalarimiz kaşlarına sürtken. Babalarımız mescid keliklerinden hazır hem sürtlerdi. Palovni yağını yatırmak. Esker yigitlerimiz etiklerine sürterdi palovni yağını. Yine babalarımız, mamalarımız aytıp ketken. Palov yegen oğlanlarım palvan bo'ladı degan. Shuning uchun ham hozir jahon arenalarında O'zbekistonning pahlavon o'g'il qizlari kurash maydonlarına palov yeb chiqadi. Shuning uchun ham haftamizda 2 kun osh pishirib, osh iste'mol qilishadi. Palovni tarixida shunda endi bizning ko'pchilik nimalarimiz, yurtdoshlarimiz palovga osh ham deyishadi. Bu oshni osh bo'lib qolishidan sabab bunga buyuk sarkardamiz, Sohibqiron, Amir Temur bobolarimizni nimalar bilan buyrug'idan bu ham shu butun umri kurashlarda, jangu jadalda o'tgan ularni. Minglagan qo'shinlari hamisha harakatda bo'lgan. Ularni qo'shini ham, o'zi ham umri butun harakatda o'tgan inson bo'lgan. Shu davrda ular ham askarlarni shu palov yedirmoqchi bo'lib, palov pishirishni buyurganlarida ular hamisha harakatda bo'lgani uchun, jangu jadalda bo'lgani uchun oldingidek past olovda demga qo'yib o'tirsa, ularni vaqti yetishmagan, fursat yetishmagan. Shuning uchun palovlar oshga aylanib qolgan. Osh bo'lib qolgan. Palov ham haqiqiy palov emas, demga qo'yib o'tirsa, fursatlar yetmagan. Shuning uchun osh bo'lib qolgan. O osh ham palov o'zi aslida. Ana shundan biz ko'pchilik yurtdoshlarimiz palovga osh ham deb aytadi. Ham palov deb aytadi. Ana shu palovni bugun Xivoda ajoyib palov festivali o'tkazib turibdi. Xudoyim elimizda, yurtimizda hamisha to'ylab bo'lsin. O'zbekistonni, o'zbekni va qardoshlarimizni ham, o'zlarimizni ham, xonadonlarimizda hech qachon to'y qozon o'choqlarida olov o'chmagan. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lgan. Rahmat, katta